Boshqa qo'shni mamlakatlarda yashayotgan Uyg'urlar bilan bir qatorda Qozog'istondagi Uyg'urlarmi bu yil Navro'z bayramini yuqori kayfiyatda qarshi oldi. Sharqi Turkistondan keyin qolsa Uyg'urlarda eng ko'p o'ltiraqlashgan davlat Qozog'istondir. Bu davlatning Olmaota viloyati, Yettisu viloyati, shuningdek janubiy viloyatlarda zich o'ltiraqlashgan Uyg'ur aholisi boshqa millatlar bilan birlikda 3 kun mobaynida, ya'ni bo'libmi 21-23 mart kunlari oralig'ida har xil faoliyatlarni o'tkazdi. Bu yil Navro'z bayrami munosabati bilan Qozog'istonda 10 kun faoliyatlar o'tkazildi. Bu yil Navro'z bayrami munosabati bilan Qozog'istonda har xil faoliyatlar o'tkazildi. Bu 14 martdan 23 martgacha so'zilib, har bir kun bir nom bilan ataldi. Olmaota viloyati Emgakchi Qozoq noyasidagi Uyg'ur etno-madaniyat markazining raisi Nurjamol Hasanova xonimning aytishicha, Navro'z bayrami bugungi kunda kelajak avlodlarga ulgu bo'la oladigan, ularning vatanparvarlik sezimini uyg'otadigan, milliy madaniyatga hurmatini, muhabbatini kuchaytiradigan xosiyatli bayramlarning biri ekan. 23 mart İstanbul'ның Küçükçekme Safakoy rayoniga joylashgan Osmanlı markaz zalida Sharq Turkistonliklar qarindoshlik iftor uchrashuvi o'tkazildi. Faoliyat xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi bilan o'rlashtirilgan bo'lib, zo'r turkumdagi Uyg'ur xalqidan sirt sobiq ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu, İstanbul Ko'chmanlar idorasi ijtimoiy tashkilotlar bo'lim mudiri, Adolat va taraqqiyot partiyasining Küçükçekme va Zaytunburundagi mas'ullari, İYİ partiyasi İstanbul shahar boshlig'i nomzodi Bug'ra Kavanchu, shundaqla Millatchi harakat partiyasi, Saodat partiyasi, Yangidan Rafah partiyasi, o'lka o'choqlari markaziy rahbarlari, yerlik hukumat va har qaysi siyosiy partiya va ommaviy tashkilotlarning vakillari ishtirok qildi. Pakistanning shimolidagi bir so'yliktir to'smasida ishlayotgan, Xitoylarni to'shiyotgan bir avtomobil hujumga uchirgan bo'lib, 5 Xitoy fuqarosi va bir pokistonlik shofir o'lgan. Yegilishicha, bu voqea 26 mart seshanba kuni yuz bergan bo'lib, Xitoy ishchilarni to'shiyotgan avtomobil o'zini qo'shib portlatish hujumiga uchirgandan keyin jilg'iga tushib ketgan. Voqeada kam deganda 5 Xitoy injener va bir pokistonlik shofir o'lgan. Ayni vaqtda bu avtomobil Pokiston poytaxti Islomoboddan 270 kilometr yiroqlikdagi Daso elektr stansiyasiga ketayotgan bo'lib, bu muhim qurilish bir Xitoy shirkati tomonidan elib berilmoqda ekan. Bu mazkur qurilishda ishlayotgan Xitoylarning tunji qatim hujumga uchirishi emas. 2021-yilmi Xitoy ishchilarini to'shiyotgan bir avtomobil hujumga uchirgan bo'lib, 9 Xitoyni o'z ichiga olgan 13 kishi o'lgan. Amerika bilan Angliya Xitoy hukumatining siyosiy yo'llar, parlament a'zolari va muxbirlar qatnashgan dushmanlarcha to'r hujumini aybladi va texmo ko'p embargo yurgizganligini bildirdi. Amerika Adliya ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika hukumat amaldorlarini, siyosiy yo'llarni va Amerika shirkatlarini nishon qilgan to'r hujumlarining keyinida Xitoy hukumati borlig'ini jakalagan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatiga qarashli bo'lgan va 14 yildan beri mushundaq hujumlarni qo'zg'ab kelgan APT-31 nomli hacker guruhi va uning 7 nafar a'zosiga jazo tadbiri e'lon qilgan. Xitoy bo'lsa Amerika va Angliyani davlat bexatarligini siyosiylashtirish bilan aybladi. Xitoy Dünya Savdo Tashkilotiga arz sunib, Amerika 2022-yil ma'qullagan pul paxalligini azaytish qonunidagi klimat o'zgarishiga qarshi turish uchun to'kliq avtomobil ishlab chiqaruvchilarga beriladigan to'liqlamaning raqobat qoidasiga xilof ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy Savdo ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda davlat ichidagi ishlab chiqaruvchilarning qonun bo'yicha to'liqlama bilan qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy va boshqa savdo tashkilotiga a'zo boshqa davlatlardan import qilingan mahsulotlarning bozordan chiqarilishining adolatsiz raqobat paydo qiladiganligi o'tirg'a qo'yildi. Egilishicha, Bejinda bir yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashgan bir qism Amerika shirkatlarining bosh ijroiya amaldorlari Xitoy raisi Shi Jinpingning talabiga asosan ziyoratini uzartishni qaror qilgan.
Xi Jinpingning Amerikadagi dаңliq shirkatlarning bosh ijroiya amaldorlari bilan uchrashadiganligi mo'ljallanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Alma shirkatining bosh ijroiya amaldori Kim Cookni o'z ichiga olgan nurg'un shirkatlarning bosh ijroiya amaldorlari Xitoy taraqqiyot munbiri uchun Bejingga kelgan bo'lib, boshliqlar yig'ini dushanba kuni oxirlashgan. Manbalar, ya'ni Xitoy bosh ministri Li Changning Chubib bosh ijroiya amaldori Ivan Greenberg va Saudiya Arabiston Aramco shirkatining bosh ijroiya amaldori Amin Nasr bilan ko'rishganligini bayon qildi.